Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Shuhrat Zokir kadrlarni yezkentlarga tushirib, atalmish muqimlikni qo'g'dashdagi Fengchao tajribasining davomli yo'l qo'yilganligini bildirgan. Xitoyning Tunganlarni lagerlar qamayotganligi oshkorlandi. Sharq Turkiston informatsion markazida Xayr bozor nomida Uyg'ur yetim bolalarga yordam berish faoliyati o'tkazildi. Taniya askarlari Iroq askarlariga berayotgan ta'lim-tarbiyani to'xtatdi. Sağlamlık hakkı savat. Tövende dehtanlar haberlerimizden tepsili mazmunlarda bolsun. Xitoy Qonun to'rining 6 yanvar xabarida atalmish Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining Qo'nchaq raisi Shuhrat Zokir 6 yanvar kuni Abdunum rayonlik 13-navbatlik xalq qurultiyining 3-qitimliq yig'inida xizmat doklati berib, kadrlarni yezkentlarga tushirib, muqimlikni qo'g'dashdek Fengchao tajribasining davomli yo'l qo'yilganligini bildirib, navbat yo'l qo'yilayotgan atalmish terrorlik qarshi turib, muqimlikni qo'g'dash siyosatini davomlashtirganligini ta'kidlagan. Shuhrat Zokir xizmat doklatida Şinjan jamiyatining umumiy vaziyatining yaxshi ekanligi, uda 3 yil ichida hech qanday zo'ravonlik va terrorlik voqeasi yuz berib boqmaganligini bildirib, jamiyat amonligi va abadiy aminlikni bosh nishon markaz qilib, ogohlantirish signalini doim kelib turish, doim hushyor bo'lish, hodisadanmi mohiyatdanmi tuzab, universal tadbir qo'llanib, terrorlikka qarshi muqimlikni qo'g'dashni davomli yo'l qo'yadiganligini, Şinjanni muqimlashtirish, Şinjanni qurish siyosatini uzun mezgil davomlashtirib, uzun mezgillik, umumiylik muqimlik kapolat qiladiganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, ilgari yo'l qo'yilgan kadrlarni yezkentlarga tushirib, muqimlikni qo'g'daydigan Fengchao tajribasi davomli yo'l qo'yiladi ekan. Fengchao Zhejiang o'lkasining Ningbo shahriga qarashli bir bozorning ismi bo'lib, Kompartiya 1960-yillarda mazkur bozordagi ommani qo'zg'ab, sinfiy dushmanlarga qarshi diktatorlik ilib borgan. Bu usul Xitoy Kompartiya tarixida Fengchao tajribasi deb atalgan edi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda ilib bormagan tajribasi qolmay, 1960-yildagi kommunist Maoning Ningbodagi Fengchao tajribasini qo'llanib, Uyg'ur xalqini manqurtlashtirish uchun qo'rchoq rais Shuhrat Zokirni ishga solib, Sharq Turkistonda zulm sistem irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotganligini. Shuhrat Zokirning ismi Amerika Davlat Majlisi a'zolarining o'tgan yili hukumat amaldorlariga yozgan Uyg'urlar haqidagi maktub tilga ilinganligi. Maktubda Qin Chuangu, Zhou Hailun, Sun Jinlong, Xuliyanxi qatorliqlarni jazolash talab qilinganligi. Shunga Amerika Davlat Majlisining bu jazoni ijro qilishini umid qiladiganligini qayd qildi. Zimiston to'rining 5 yanvar kuni xabarida Şinjanning Tungan yezisidagi erlar lagerlarga qamaldi. Ayollar va qiyirlarning hayotini saqlab qolishi intayin qiyinlashdi va ular o'ginishga majburlanmoqda nomli bir maqolani e'lon qilgan. Xabarda Sharq Turkistonning shimolidagi bir Tungan yezisida ko'plagan Tungan erlarning jazo lagerlariga so'langanligi, ularning ota-onalari, ayollari, bolalari hayotini saqlab qolishda zo'r qiyinchilik yo'liqib qolmay, har kun kechda atalmish o'ginishga qatnashishga majburlanayotganligi, tutqunlarning farzandlarining maktablarda kamsitilib, chetga qiqilayotganligi, maktabdan chiqib ketishga majbur bo'layotganligi bayon qilingan. Xabarda tilga ilinishicha, ismi berilmagan bir Tungan yezisidagi bir oilaga mansub bir tuqqan 5 Tungandan 4 tutib ketilib, jazo lagerlariga qamalgan ekan. Sirti qolgan biri mang navbat qachon keladi degan andishida kunlarni sarosim ichida o'tkazmoqda ekan. Eri tutib ketilgandan keyin ko'z yoshlari qurmagan mazkur oilaga tava Mayan ismli Tungan ayol nima uchun oila jamiyatining va musulmon do'stlarining hammasining jazo lagerlariga qamalganligidagi sababni hech tushunmaganligini eskartib, Zimiston to'rining muxbiriga hukumat bizni bo'lginchilik qildinglar deydi. Ammo bizning Xitoy qo'shnilarimiz bilan munosabatimiz intayin yaxshi degan. Xabarda tasvirlanishicha, mazkur Tungan yezisidagi aholi dehqonchilik va chorvachilik Xitoyni hayot kechiradigan bo'lib, yezidagi mutlaq ko'p qism erlar tutib ketilgandan keyin ayollar va bolalarda hayotni davomlashtirish iqtidori qolmagan. Ularning mutlaq ko'p qismi amalsiz qo'y kalalarini setib, yerlarini boshqalarga ijaraga berib yoki kunlik ishlamchilikka tayinib jon saqlashga majbur bo'lgan. Tulqagan bu ayollar va yetim bolalar har 2 yoki 3 oyda bir qatim lagerdagilar bilan kanit kadrlarining nazorati ostida telefonda sin ko'rinish orqali faqat 3 minutlik ko'risha oladi ekan. Bu 3 minut ichida ular qo'rqib bir-biriga gap qilolmaydi ekan. Faqat bir-birining chiroyini ko'rib oladi ekan. 3 minut vaqt bir-biriga qarab yig'lash bilan to'shib ketadi ekan. 2018-yil 10-oydan boshlab Xitoy hukumati bu rayondagi barliq kanitlarda dehqon chorvachilarning kashlik maktabini qurib, tutqunlarning oila tavobatlaridan dushanbadan jumagacha haftada 5 kun kechda bu maktabga kelib o'rganishga qatnashishni talab qilgan. Kimda-kim qatnashmasa tutqundagi yaqinlarining jazo muddatining uzrab ketadiganligi bilan tahdid solgan. 5 yanvar shanba kuni soat 10 dan 18 gacha Fidoyi onalar va Sharq Turkiston madaniyat markazining uyushtirishi bilan Germaniyaning Assen shahrida Xayr bozor nomida Uyg'ur yetim bolalarga yordam berish faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkiston madaniyat markazining raisi Abdulil Qarqash Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirdi. U Xitoyning insoniyatga qarshi siyosatlarini ayiblash bilan birga Turk xalqini Sharq Turkistonga yordamga chaqirdi.
Faoliyatda Asiya Türkan xonim, Badiya Taytakin xonim va Abrukaya xonimlar navbat bilan so'z qilib, Sharq Turkistonga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Shuning bilan birga Uyg'ur madaniyat markazining tashviqot organi bo'lgan Uyg'ur televiziyasi tunishtirildi. Butun kun yemak setilgan bo'lib, kirgan kirimning hammasi Turkiyada Uyg'ur bolalar uchun ishlatiladi. Faoliyatga har soatdan bo'lgan 1000 kishi qatnashdi. Bu xil faoliyatlar bundan keyin Germaniya boshchiligida Yevropa miqyosida o'tkaziladi. Iroqda Amerika va Iron o'rtasida yuz bergan jiddiychilik sababidan Daniya askarlari Iroq askarlariga berayotgan ta'lim-tarbiyani vaqtliq to'xtatdi. Daniya armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Iroqda Daeshga qarshi ittifoqdosh qismlar tarafidan elib berilayotgan harbiy harakat doirasida Iroq askarlariga ta'lim berayotgan Daniya askarlarining ta'lim-tarbiyani vaqtliq to'xtatganligi bildirildi. Daniya armiyasining bexatarligidan andish qilib, ta'lim-tarbiyani vaqtliq to'xtatganligi, Daniya askarlarining hozirgi ahvolining yaxshi ekanligi va bexatarlik tadbirlari saviyasining yuqori ekanligi, Daniyaning Iroqda 200 ga yaqin askar borligi e'lon qilindi. Shimol Atlantik ahdi tashkiloti tarafidan e'lon qilingan bayonotda Iroqdagi ta'lim-tarbiya faoliyatlarining vaqtliq to'xtatilganligi jakarlangan. Atiganlik nashta shu vaqt tamoq ichidagi eng muhim tamoq hisoblanadi. Uzoq mezgil nashta qilmaganda tövendikidek turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Birinchi, oshqozon yallig'i yoki oshqozon yorisini paydo qiladi. Atiganda nashta qilmaslik hazm qilish sistemasining sog'lomligiga hammadan ziyonli. Odatda normal ahvolda oldingi kuni kech yegan tamoq 6 soat atrofida oshqozondan o'tib, 3 oy yo'liga kirib bo'ladi. Navoda ikkinchi kuni atiganda nashta qilmaganda oshqozon kislotasi va oshqozondagi hazm qilish enzimlari oshqozonning tirpini hazm qilishga boshlaydi. Doim shunday bo'lganda hujayra ajratgan yepishqoq suyuqlikning normal iqtidori buzg'unchilik uchrab, oshqozon yarasi va 12 barmoq ucha yarasi qatorliq hazm qilish sistemasi kasalliklarini paydo qiladi. Ikkinchi, o't tosh paydo bo'ladi. Mutaxassislar nashtada yog' tarkibi yuqori yemaklarni ozroq iste'mol qilishni, atiganda nashta qilmaslik odatlanib qolmaslikni tavsiya qiladi. Chunki atiganda osh qursoq turibaganda o't suyuqligi oson yig'ilib qilib, o't tosh paydo bo'ladi. Uchinchi, dos bo'shliqi yallig'ini paydo qiladi. Ko'pincha qiz ayollar o'riqlash uchun nashta qilmaydi. Bunda qilganda ko'p yuz sistemasining sog'lomligiga eg'ir ta'sir etib qolmay, bo'libmi qishda nashta qilmaganda odam badaniga osonlik quvvat yetishmay qoladi. Shu sababli ayollarning badanini sovuq qoplab, dos bo'shliqidagi qon tomirlar tarayib kasal paydo bo'ladi. 4. Qon tomir kasalliklarini paydo qiladi. Uzoq mezgil nashta qilmaganda to'van quyuqlikdagi yog' oqsili qon tomir devoriga yig'ilib qilib, arteriya qetishini paydo qiladi. Shunga sog'lomlik uchun attiganda nashta qilish kerak. Nashtada sut, tuxum, sut mahsulotlari, ochliqdan ishlangan yemekliklar, arpa umichi, meva sharbati qatorliq yemeklarni iste'mol qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.